Islomda ayol kishining sharafi, nomusi, hurmati erkak kishinikidan kam bo'lmaydi. Ibnul Asir bu o'rinda erkaklarning tug'ishganlari degan so'zdan maqsad, ya'ni erkaklarga o'xshaydi, ular izzat, hurmat bobida erkaklar bilan teng deb aytadi. Musulmon odam ayoliga lutf bilan muomala qilishligi kerak. Mana qarang, qaysi ayolda kamchilik yo'q? Har bitta odamda kamchilik bor, fazilat bor. Haligi bizning tilda idealniy xotin bormikin deysiz. Idealniy xotin bo'lmaydi. Chunki idealniy erda o'zi yo'q-da. Ko'ring, bu aytamiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayoti boshidan oxirigacha bizga ibrat. Tug'ilib dunyoga kelib vafot qilgunimizcha nima yo'llanma kerak bo'lsa, nima ko'rsatma kerak bo'lsa, Rasulullohning hayotida bor. Rasululloh aytadilar: "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha xuluqan radiyan akhar." Bir mo'minani yomon ko'rmasin, yomon ko'rmaydi. Bitta fe'l uchun. Agar bitta mana shu mo'minadagi bitta xulq, fe'lni yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lib ketaveradi. Ya'ni bir ayol bor, tilijag'i yomon. Lekin uyni pokiza tutadi, xizmatni yaxshi qiladi, bolalarni yaxshi parvarish qiladi. Boyaga ikkita yaxshi fazilatiga qaraymizda, bitta aybini nima qilamiz? Kechirib qo'yaveramiz. Yoki bo'lmasa aksincha, ovqat qilishni bilmaydi. Bemaza ovqat qiladi, lekin tilijag'i yo'q. Ota-onaning xizmatini qiladi, qo'shnilar bilan chiroyli muomalada. 100% ni istamaylar ukalar. Tushunadingmi? Hamma yo'qdan bir 100% bo'lmaydi. Chunki biz bilan biz o'zimiz 100% emasmiz. O'zimizning xulqimiz qanaqa bo'lsa, shunga yarashasi keladi. O'zimiz taqvoda qanchalik mustahkam bo'lsak, o'zimizga yarashasi keladi. Payg'ambarimiz aytganlar, bir erkakga Alloh rahmat qilsin. U qaysi erkak? Kechqurun uyg'onadi, tahorat qiladi, namoz o'qiydi, ayolini ham sherik bo'lishlikka chaqirib, turmasa betiga suv chashadi. Va bir ayolni Alloh rahmat qilsin, kechasi turadi, tahorat qiladi, namoz o'qiydi, erini uyg'otadi, uyg'onmasa yuziga suv chashadi. Ya'ni bir-biriga loyiq bo'ladi-da bular. Demak, ayollarga lutf bilan muomala qilayotganda esimizdan chiqmas. Ehtimol dazmol qilishni bilmas. Lekin boshqa sifatlari qarang-da, aybidan ko'ra fazilati ko'p.